Qallop, arendator. Namichi ko'p tomosha qilding mashinani, olasanmi o'zi yo'qmi? Olaman, nech bilan to'layman oyiga? O'sha aytganim, oyiga 400 dollardan to'laysan. Chiqib to'la olasanmi? Taksichilik qilib to'lab tashlayman, ha? Farqot bo'ldi. Bu nimaga bu? Mas'uliyat bu. Keyin bilasan. Charchadim. 10 soatdan beri kira qoldim. Uyga borib damimni olaman. Ya, senga dam olishni kim qo'yibdi? Hannik sochizi, arendaga pul beradi-ku. Tez ko'zimni olgandek yo'q. Jonim, sen uchun yurib keldim. Voy rahmat, qatga ovqatlangani boramiz. Xohlagan joyingga. Senga qizlar bilan gaplashib kim qo'yibdi? Hozir sen bilan gaplashib, arenda pulning hammasini sog'ib oladi. Baqot, ishga chiq. Sen xo'rozni ovozini eshitdingmi? Quyosh qarib chiqib ketganda, bunaqa yotishingni qachon arendan pulini yig'asan? Tur bar, yuzingni yuvib ishga chiq. Ana oxirinchi to'lovi. Endi bo'ynimdagi kishanni ham yechib tasharsiz. Menga qara, mana shu kishani yurishgan o'rganib qolding. Mana shu qora bayirni arendaga chiqarib olmoqchiman. Begona bo'lmasin. Shunday qutulgan mashinani shapkaga olib qolaman. 400 dollar yana shu to'lab olasan. Ishlab o'zg'orasan. Og'aylaring ko'rsa, ichi yonib o'laydi. Haqiqatdan ham katta bola bo'lib yurarmidan? Buni yana nimaga taqdingiz? Ovakkan mashina qimmat-ku. Ko'proq ishlashing kerak. Har doimgidek o'zim sandan zot ko'raman. Katta bola bo'lisham qiyin ekan. Qiyin.